Bugungi gastroskopik amaliyotga olgan bemorim 48 yoshdalar. Bemor asosiy bezovta qilayotgan narsasi bu spirallar. Bemorda 3 yildan beri menopauza, ya'ni hayz ko'rmaydilar. Spiral qo'ydirganlarga 10 yil bo'ldi. Bemorda spiralni olish uchun harakat qilib ko'rilgan. 2-3 marta harakat qilib ko'rilgan vaqtida hech qanday siljish yo'q, tashqariga chiqmaydi. Keyin meni oldimga keldilar bemor. Men ko'rik vaqtida analizlarni ko'rib, hamma yo'g'ini kresloda tekshirganimdan so'ng bemorda servikalniy kanal butunlay yopiqligi, bachadonda joylashgan spiralning ustiyasi ko'rinib turadi, lekin tortgan bilan hech qanday o'zgarish yo'q. Ozroq tortib ko'rgan vaqtimizda servikalniy kanalda yiring aniqlandi va bemorda gastroskopik usulda bachadon bo'ynini ochib, spiralni olib tashlash rejalandi. Gastroskopik amaliyotning eng yaxshi usuli bu spiralni butun holatda olish, miometriyning holatini keyin olingandan keyin qandayligini bilish bu gastroskopiya uchun eng qulay, ya'ni ayol salomatligi uchun juda ham yaxshi hisoblanadi.